Hammasi tayyormi? Ha, yaxshi. Suv olib kelsam bo'ldi. Bo'ldi. Bugun juda muhim kun. Shu loyihamizni italiyaliklar bilan amalga oshira olsak, marra bizniki. Xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'ylagini almashtirib ol. Aha. Alo. Ko'nmayaptilarmi? Tushundim. Xo'p. Ketishim kerak. Zarur ishim chiqib qoldi. Javohir. Bu yog'ini o'zing eplaysan endi. Voy, qanaqasiga Erkin aka, ular sizni deb kelishyapti-ku, men bitta o'zim nima qilaman? Kechroq ko'rishsak-chi. Qo'ng'iroq qil. Uni iloji yo'q, ikkida uchib ketishadi. Nimadir qilaylik, Erkin aka. Shoshirmay turgin. Erkin aka. Bo'ldi. Ketdim. Erkin aka, menga qara. Avvalo, men nomdan uzr so'raysan. Muzokaralarni o'zing o'tkazasan. Men qilib o'zing bu yo'q peshonada. Eplaysan. Senga ishonaman. Amakim kenayim yaxshimili? Yaxshilar, ishdalar. Ahvol chatoqmi? To'damga bugun payshanba, Erkin akam kelmaydilar desam, "Yo'q, bugun juma, meni aldayapsan" deb holi jonimga qo'ymayaptilar. Sizni bezovta qilgim kelmagandi. Qanaqa bezovta? Nima qilay? Sizdan boshqasiga ko'nmasalar. Yuraqo. Kim o? Kim o? Senmisan Erkin? Assalomu alaykum. Dodam. Ha, menman. Erkiniz keldi. Ke bolam. Sizni kutib qo'ydim-a, dodam? Yo'q, kuttirmading bolam. Ana Zumrashani ko'rmaysanmi? Bugun payshanba kelmaydilar deb bahona qilyapti. Ha, endi turgandir yoningda boshini egib. Bahona qilganim yo'q, doda. Ha, endi e'tibor qilmang. Yoshda, yosh. Xo'sh, tayyormisiz? Ketdikmi? Bolam, saqir bo'lib yurolmay qolgandan beri tayyorman. Shu hazilkashligingizni yaxshi ko'raman-da, dodam. Qani keling. Ana endi qo'limga tushdingiz. Qani? Dodam o'zimmi? Yorishib oldingizmi? Xo'p, sen shu yerda bo'l. Ana endi yaltilayapsiz. Nasa bo'ldi. Yana uylantiramizmi deyman, dodam? Qo'ysangchi bolam. Ko'chada dovcha pishganda menga o'xshagan tursa kimga ham kerak? Dodam ko'rdingizmi? Nodir nabirangiz sizni o'ylab, xonalaringizni tozalab qo'yibdi. Bu xona sen kelganingdan keyin tozalanadi. Hoji doda, bu yog'i lof ketdi-ku. Hazillashdim bolam. Shu Nodirvoy bolam baraka topsin. Vannadan boshqa hammasini eplaydi. Ilohim yaxshi joylardan ato qilsin. Ilohim. Endi dodam hali uylansin. Anani ham eplab ketadi. Hoji dodam, endi menga ruxsat. Ketdim endi. Duo qiling. Hozir. Shoshma. Mana. Topdim. Voy, bo'ldi endi. Qo'ysangizchi, kerak emas. Endi bir kam ko'stinga ishlatarsan. Mana u senga. Rahmat. Bu senga. Yo'q, doda, kerak emas. Ol. Ha, mayli. Olsangchi bolam. Qani endi ilohomin. Amin. Tinchlik, xotirjamlik, umrlaringdan baraka topinglar. Allohu akbar. Ha, endi pulingizni bering, joyiga qo'yamiz. Yo'q, o'zim boylab qo'yaman. Erkin aka, ishlaringiz ham qolib ketdi, aka. Xafa bo'lmaysiz, shunaqa injiq bo'lib qolganlar. Qaraganimizda hammamiz yosh bola bo'lib qolamiz. Yo'q, mayli, Erkin aka, charchamang. Sog' bo'ling. Dodamga qara. Bor. Alo.
Erkin aka, tuzumsiz. Tinchlikmi ish qilib? Tinchlik. Italiyaliklar nima bo'ldi? Bular sizni so'rashdi. Shartnomani bekor qilishdi. O'zi nima bo'ldi? Xullas, 81 yoshli odam borlar. Qandli diabetda deb 10 yildan beri azob chekadilar. Ko'z yaxshi ko'rmaydi, oyoq yaxshi yurmaydi. Ularni faqat men cho'miltiraman. Amakam, dadam, hech kimga ishonmaydilar. O'zing kel deydilar. Bugun boradigan kunim emas edi. Lekin tez kelsin deb janjal ko'tardilar. Borishga majbur bo'ldim. Cho'miltirdim, soch soqollarini to'g'riladim. Xursandliklarini ko'rsang. Yana xizmatimga 5000 so'm berdilar. 5000. 5000 so'mmi deb 5 million dollardan voz kechdingizmi? Javohir, hayotda puldan muhimroq narsalar bor. Ana o'sha payt to'g'ri qaror qilib bilish kerak. Insonni inson qiladigan narsalar shu aslida. Bo'pti. Ertagacha. Bo'ldi aka, tushundim. Ertagacha. Erkin aka? Aytsam ishonmaysiz. Buongiorno, signor Pagossi. Janob Pagossi, yaxshimisiz? Yurtingizga yaxshi yetib oldingizmi? Sua pace. Prima di tutto, vuole scusarmi? Avvalo men sizdan bugungi uchrashuvda janob Erkin bo'lmaganlarga uzr so'rayman. Sì, è stato inaspettato. Bu biz uchun kutilmagan bo'ldi. Bu kichik investitsiya emas edi. Biz loyihaga ishondik. Rahbaringizni ko'rmoqchi edik. Bu so'nggi qaror nuqtasi edi. Lekin afsus. Signor Pagossi. Janob Pagossi, aybdormiz. Uzr so'raymiz. Ammo bir narsani aytishim kerak. Ma'lum bo'lishicha, uni 81 yoshli buvasi bor ekan. U kishi faqat unga ishonadi. Bugun chaqirganda u yo'q deya olmadi. Cosa? Nima? To'xtang. Il suo capo è andato. U buvasini oldiga ketdimi? Tushundim. Ho spiegato tutto al mio Men capo. boshliqqa aytaman. Se è vero. Agar bu rost bo'lsa, biz hamkorlikka tayyormiz. No. Men buni hamkorlik uchun aytmadim. Shunchaki bilib qo'yishingiz uchun dedim. Signor, da noi Bizda kattalarga hurmat juda jiddiy. Ma abbiamo dimenticato. Bizda ham shunday edi. Se ha scelto Agar u pul o'rniga buvasini tanlagan bo'lsa, demak u ishonchli inson. Biz rozimiz. Grazie. Rahmat. Buni boshliqqa yetkazaman. Yana aloqaga chiqamiz. Grazie signor, grazie. Ular biz bilan ishlashga rozi. Faqat ularga hamkorlik uchun aytmayapman bu gaplarni desam, aynan shuning uchun sizlar bilan ishlaymiz deyapti. Erkin aka, men bor uzr, men sizdan so'ramasdan bu gaplarni aytmoqchi emasdim, lekin Yashavor Javohir. odamni qo'rqitib yubordingiz, shef. Endi menga bosh oyoq sarpi italyanskiy bo'lsin. Bo'ldi, italyan so'zi sen aylasan.